Milletning erkinlik sadasi, yorlangan yüreklerning nidasi, boğulgan avazlarning sirdishi, da'vogarlarning simosi, izdinish munbiri. Siz ve benim avazınız Şerqi Türkistan avazı. Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar, anglayotganinglar Sharq Turkiston ovozi tor radiosi, xabar va muloyiz programmasi. Aziz qarindoshlar, tuvanda peshqadam yozuvchi va Siyosiyon G'ulom apandi bilan radiomiz muxbirining elib borgan suhbatining 3-bo'limini anglaysizlar. Qani marhamat. Endi o'shada bir savol so'rg'im keldi G'ulom aka sizdan. Peshqadam mendan so'rdi, men javob beramadim bunga. Biz kichigimizda endi Xitoyni urib so'qib cho'ng olgan. Masalan, esimda qolishcha shu vatanda vaqtimizda bizning 10 yoshlik, 11 yoshlik bolalarimiz shu Xitoy 20 necha yoshli Xitoyni qog'oz urib ishimizdan qo'rqmaydigan bir holatda cho'ngib ekanmiz vatanda. Chet-elga chiqqandan keyin bir xil g'ayriy holatni ko'rib, yomon ishimiz pushudi. Biz yig'lab o'tirgan holatga kelib qoldik hozir. Haddidan ziyoda tinchparvar, düşmanga bir mush atanmaydigan shunday holatda. Nima dedi, siz yig'lab o'tirgan tunagimmi birisi duo qilibdiki, dualarda shu Uyg'urlar hammasi erkeklari yung yig'lab o'tirdi. Undan boshqa bir misollarni ko'rdik, hamda masalan anamni, ayolimni etibat, o'qning pulini men beray deydigan holatga keldik endi. Shu o'qni kashki Xitoy atgan bo'lsa, shu atchig'ini Xitoydan olgan bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Bizning chet-eldagi Uyg'urlar orasida mushundoq bir haddidan ziyoda yaramaslik, yuvashlik bir xil ahvoli nima sababdan shakllanib qoldi deganlarni ko'p odam so'raydi mendan. Buning sababi uzun muddatlik davosipidagi tinchlikni tashviq qilish, atalmish terrorizmdan qo'rqish, yuvash bo'lish degandek bir xil tashviqotlarning ta'sirimi yoki Xitoyning haddidan oshgan zulmi odamlarni shunday qo'rqinchoq qilyaptimi? Siz qanday qaraysiz bu savolga? Bu Xitoyning zulmi vatanning ichida. Xitoy zaten o zulm orqali bizni sundurmoqchi edi. Chunki ishg'oliyat muntunigan dedim bu gapni, ya'ni bir radioga. İşgaliyet başka, boysunduruş başka iki hukum bu. Bir devlet işgal kılınıverişi mümkün. Lekin o boysundurulgan olmaydı. Boysunduruş o halkının karşılıkını tamamen sunduruş degenlik. O roydu mu, şudu mu, karşı çıkışını oylamaydıgan haleti kelgen bolsa boysundurgan boladı o. O 200, 300 hatta 500 yıllık sozulgan müstemliki devirdi mi tinjimagan bolsa o halk, o boysundurulgan bolmaydı o halk. Gerçi bizning islohimiz 1759 yıl birincisi bo'lgan ve shundan beri asosan Xitoyning mustamlikasida bo'lgan bo'lsaqmi, bu ishg'oliyatdir bu. Hatta bu işgaliyetmi to'liq tamamlangan işgaliyet emasdi. Aran pozisiyani egallagan bir işgaliyetdi. Endi bugünkisi işgaliyet tamamlanıp boysunduruş başlandı hazır. Endi boysunduruş de ikki xil bo'ladi dedim. Tunaganmi? Biri assimilasiya qilib tugutish. Assimilasiya bo'lgandan keyin yüzüyle o'xshash tilda so'zlaydigan, yüzüyle kültürü o'xshash bir xalq bo'lib qarashishning o'rni qolmaydi.
O'xshash ulab bo'ldi deganga. Uçaqda biz üzümüz Xitoy ulab bo'lgan turib Xitoyga qarshi turmaymizki. Bitgan bo'ladi u. Tamamen bo'ysunib bo'lamiz. Yana bir türü qarşılık ruhini tamamen sundirish. Qarşılıkni hatta xiyolma qilmaydigan qilib yetish. Endi bu qo'rqinish haqida bekjiq izlanishlar varken dünyada Uyg'urlarda bo'lib bakmagan bile. Bu qo'rqinishning psixologiyada o'ynaydigan roli bek cho'ng ekan. Bu qatim bu Mahmudmin A'loning Uyg'urlar psixologiyalik urushda degan kitob nashrdan chiqdi. Endi bu mustamlikchi bilan mustamlik xalqining, ya'ni Uyg'ur o'zi va dushmani haqida en ilmiy, en cho'nqur izlangan bir ilmiy emgak bu. Bundan keyin hatta o seviyede yana bir kitap yazılışı Uyg'urlarning natayin. Düşmanını ve üzümüzni o kadar yaxshi analiz qilib, o kadar yaxshi tushundirgan bir kitap. Bu kitapda mı qo'rqinishga bek ko'p o'rin berildi. Qo'rqinish. Bu qo'rqinish insanın psikolojisini tamamen ta'tirga o'rgatadigan darajada rol o'ynashi mumkin. Bu vaqtda chet ellarda texnik ko'p ekan, inson bir qo'rqinish chiqib qolgan vaqtida uning bergan qarorining hech qanday qimmat olmaydiganligi degan gapining hech qanday qimmat olmaydiganligi. Endi Xitoylarning bu qo'rqinishni selishning maqsadi ana shu bizning en uşak kılçam tomirlarımız kışı bu qo'rqinishni o'rnatib etgandan keyin biz Xitoy hukmronligi doirasidan halqib chiqib erkin dunyoga chiqqandan keyin bu qo'rqinish bizning vujudimizda davomlashadi degan gap. Bu haqda munosabatli gaplar bo'landi ilgari. Yana takrorlashning hojati yo'q. Shu videolarni ko'z qarindoshlar tekrar bilaleydi Uyg'urlarning psikologiyalik jihatdan qayta shakllantirilganligi masalasi. Biz qayta shakllantirilgan bir xalqmiz. Ya'ni Xitoyning orzusiga, muddasiga uyg'un qilib qayta shakllantirilgan. Bizning nurg'un qarorlarimiz asli Xitoyning qarori bu. Biz o'zimiz qaror qilyapmiz deb o'ylaymiz. İçimizde bir Xitoy var bizning. Biz bunu bilmaymiz. Bizning so'yganlarimizni mi Xitoyli so'ydirgan suyumliklar. Bizning nafratlanganlarimizni mi Xitoy nafratlandirgan nafratliklar. O'zimiz tanlagan emas. Biz xiyolimizda buni o'zimiz tanladik deb o'ylab qolamiz. Endi buning qutulishning yo'li oldi bilan buni tonimak lazım. O'zini tanishdan boshlanadi. Psixologlar birdek qanday tuziladi deganga o'zini tanishdan boshlaydi degan birinchi qadam. Qayta shakllantirilganligimizni tanishimiz lazım oldi bilan. Ondan biz qaror chiqargan vaqtida bu qarorni men chiqardimmi yoki ichimdagi boshqa birisi chiqardimi? Mening ro'yimga kirib olgan birisi. Buni biz tekshiramiz vaqtda. Agar biz bunga o'zimizni tanımasak shu chiqargan qarorimizni o'zimning deb ishonaveramiz, o qayta tekshirib o'tmaymiz. Hatta boshqalar ya sening emas desa urushimiz. Meni ashunda dötgödingmi deymiz. Bazı yaqinlarimiz bilan biz bevosita o'ttaga yalida bunda tartışmalarımız oldu, talaş tartışlar. Üzünü emmi Uygur akıllık çağlaydıgan bolgandiken bir kararını üzünün çıkaranmaganlıkıga işiniş onu yavil yeksan kılıdı. Onun için o can cahli bil talışıdı. Ben ondaki emasdi. Ben aşındağılının bir neçisiga nayt addi turmuşumuzda biz en köp uçuraydıgan süyümlük kişiler tizimlik tanladım.
Mesela değil, bir şair. Sen falan şair kanda qaraysan dedim. O andaq mandaqda şalısı eqib ketdi, maqtap. Xoş, unda olsa bu senin kararın. Sen bu kararının üzerinin ekenligi işinemse işinime. Xoş. Anda olsa sen şu şairinin senin muş kararı keltiygen, bu kadar tesirlendiğen, seni bu kadar üzüge jalip kıygan esirdim birini dep bak degenden kella komudek ottağan adamlarını gördüm. O hayatı da okup bakmagan. Da? Hayatı da okup bakmagan durup nima üçün o kadar yaxşı görüp kaldı ne? Bu yaxşı göreş kanda onun üzünün kararı oldu vaqta? Nimesinden tesirlendin? Hiç kimin diyemeydi. Ben bunlarını cazlık, yüz durup neçe adamdı sınak kıldım. Bizim söygellerimizde mi başkalar söydüğen bizge. Hatta. Doğru. Dikkat kılıdığan yerlerimiz. Bizge kahramanlıkның ülgüllerini mi titlep birgilik? Çünkü bizden ügündüğün kahramanımız yok. Yüzümüz tikliyen. Nəhayət əfsınarlıq yeri şu ki, bir milletinin uyğunuşu da ülge intayin muyu. Şundaq. Kahramanlığa bek muyu. Biz hazırqıça ballarımız bildiğen bir kahramanımız var mı? Bildirəldikimiz bir balımızga balanı bek kahraman bizden tariximizde de. Biz o nurgun Xitay kahramanlığını bilimiz, o mektepte bizge onu okutkaçka. Erkin dünyada biz ballarımız bildiğen bir mi Uygur kahraman yok. Bu bir pak. Doğru. Demek bu kadar şekillendirilgen, bu kadar yoldan saptırılgan bir halk biz. Bunda olgandan keyin bizning qo'rqinchaqlashib ketishimiz, ajinda yig'lab o'tirishimiz bu yerdan keladi. Endi undan boshqa bugungi fan texnikada yangi hozirgi zamonning fan texnikasida meni kontrolini tadqiq qilayotgan bu proyektning doirasida insonlarni itoatkor qiladigan dorilar ishlab chiqarilmoqda. Masalan, fitor degan modda bizda fitor deb ataydi ekanmiz, ximiyada bu ma'lum flor deydi ekan bu. Masalan, tish pastasida tishni paqirtidi, flor vardı. Ama normal kişiler florning insonlarni itoatkor qiladiganligini bayqagan. Endi bu demek kamplarda bugün Xitaylarning bundaq dorilarni, ximiyalik dorilarni ishlatmaydi deb kim bunun kepillik qila oladi? Çünkü Xitay biz biladigan bir Xitay yani ikki putliq bir hayvon, bir yirtqich. Hiç insonga o'xshamaydigan bir turdagi maxluq. Ulunu bunda insoniyatsiz ishlasishni qilmaydi deb qanday ishimiz mümkün emas. O çokum aşında doğrularını işletiyotidu ve bu doğrular bazılarının bedeniga uygun kelayotidu, itoatkor bo'lishi mümkün, hayat qilib. Bazılarga ziyada reaksiya verganligi uchun qisqa muddatda o'layotidu. O bakadın bir kamp kirib chiqqan ölmeydi inson. Çokumki ximiyalik doğru işletiyotidu. Şu bu aniq. Hay Allah. Endi hozir ham shu sizning leksiyalaringizni anglab boshqalarning kim o Uyg'urlar to'g'riliq so'zlaganlarni anglagandan keyin shu Uyg'ur yoshlarida va cho'nglarida bir xil o'rganish qiziqarligi qo'zg'alyapti. Ya'ni vatanda o'zingiz bilasiz, Uyg'urning haqiqiy rost tarixini o'rganish mumkin emas, yasab chiqqan saxt tarixlar. Chet elga chiqqandan keyin shu mushaqda izlanib o'rganishga qiziqayotganlar nihoyat ko'p hozir. Bu yaqin oyog'imda odamlar borgan sir ko'payyapti.
Bunun da bir material mənbəyi doğruluq bir sual so'rashga to'g'ri keladi. Masalan, haqiqiy tariximizni o'rganish uchun chet ellarda real tariximiz yozilgan kitoblar ancha ko'p emasdek qiladi. Bu holatda Uyg'urlar to'g'riliq mayli tarix bo'lsin, uzun tarix bo'lsin, yaqinqi tarix bo'lsin va yoki Uyg'urlarning boshqa jihatdagi ahvollar to'g'risida bir narsa o'rganish uchun bir manba kerak bo'ladi. Bu manbani nereden tepish kerak? Siz bir tavsiyangiz bormi masalan? To'g'riliq kitob, materiallarni chet ellarda qanday topamiz masalan? Uni chet ellardan tepish mumkin. Chet ellardan tepiladi. Uyg'urlarning tarixi haqida yozgan chet elliklar hali ko'p. Mesela Yakup Bey degan kitobni inglizlar yozgan aslisini. Qashqariyaning inglizlar yozgan, nima rus yozib keyin inglizcha tarjima qilingan. Buningdan boshqa Sharq Turkistondagi militaristlar degan kitob bor, amerikaliklar yozgan. Uni turkchaga tarjima qilgan shu Uyg'ur qurultayidagi Anvarjon tarjima qilgan turkchisini, men turkchisini o'qigan. Hatta Celil Qaraqash chiqarib yurgan bir jurnalda shu kitobning darsanda parchalab berayotgan shu ammani tugatib bo'lanmi daraldi, jurnal to'xtab qolgan keyin. Izlangichiligi chet elda har narsa topiladi. Endi uni o'qib nima qiladi? Men buni ancha anqamayman endi. Mening tushunmaydiganim bu. Belki men tarixchi olmaganligim uchun va uningga havsim bo'lmaganligi uchun shundaqdi. Uning bugun uchun nima foydasi deganni o'ylagan vaqtimda men buni bir vaqt isrofchiligi deb o'ylab qolaman. To'g'ri, uni bir qancha odam qiysi bo'ladi. Ya'ni o'zini o'sha tarix kasbiga atagan odamlar bo'ldi, tarixchi deyildigan. Bu odamlarga qo'yib bersak bo'ladi. Onu umumiy millatning o'qishiga tavsiya qilmayman men shaxsan. Chunki tushungan biz qahramon bo'ldik deb o'qisak bugungi foydasi bo'lib qolmaydi. Tushunganki saltanatimiz bugungi qulluqimizni yapolmaydi. Faqat bizga tasalli beradi. Endi men bir so'zni naql keltirgan Orxon Pamukning qahramonlik tushi ojizlarning tasallisidir degan. Tarixdan da o'tganmiz, manda o'tganmiz, bu bir tasallidan iborat. O'z ruhimizni papalaydigan. Endi bu ruhiy g'olibiyatchilik degan bir xil psixologiyalik kasallik. Akiyuchilik deb qo'ydi buni. Yana bir tarafdan shu Lushin apandining AQ'ning rasmiy tarjimalida AQ'ning mijozi shu. Her qitim başkalar tarafından kemsitilgende, dessendi kılinganda o öz-özüge ecdatları arkalık teselli yürüdü. Mening ecdatlarım senden ulug' o'tgan deb öz-özüge teselli yürüdü. Onun yüzme diyemeydi de, işi de oylaydı. Bu akıyuçuluk bu. Onun birinin faydası olacağına ben işenmeyim. Biz bugün kim biz? Kul. Yo'qolishga yuz tutgan, tarix sahnasidan o'chirilishga mahkum qilingan bir xalq. E'at qanday bo'ladi? E'atimiz nima bo'ldi? Bizning boshqa turadiganimiz bu. Bugun va erta. Tunagan kishining bizga hech foydasi yo'q. Uni tarixchilar qo'yib bersak bo'ladi. Uni hayotini tarixga atgan, tarixni tadqiq qildigan va bunu xulasalab yeni tarix kitoblari yozadiganga bilek tüygen adamlar bo'ladi. Maalesef bizning Uyg'urlarda tarixchi bek az bo'ldi, uning qiziqadigan adam. Hadi she'r yozadigan adamlar bo'ladi bizda, bütün tariximizda. Uyg'ur tarixida o'tgan mashhur adamlar desak, 100 adam tutsak, 98'i she'r yozgan mashhur adam bo'ladi. Uyg'ur tarixida o'tgan olimlar, bilarmanlar deb yana bir kitob tuzsak,
100 adam tutsak, onun 98'i şiir yazgan adamlardan ibaret olur. O pəxirlindiğe yeri var bir iş emas. Haqiqatli bir iş. Nima için başka bir nima çıkmaydı bunundan? Biz ilki asay yol deb, 4 mısra'nı tizipla, ayağını da keltüsülla, şiir olur deb oylap qalğanlıqdan. Bu yüzünü göstərişinin bir asay yolu iken, məşhur ulaşının asay yolu deb, hem adam şu keçi fikri vağanlıqның neticesi. Hem de bugün emma adamның tarixçi oluşunun kereki yok. Qanday qilimizni o'ylaydigan adamlar kerak bizga. Onun için bugünümüz ve etimizni nima bekrak taqozo qilsa, uni o'rganmak, u haqda izlanmak lazım. Onu şu 1000 adamның ishidan ikkisi tarix kasbi bilan shug'ullansa, maxsus o'ziga kasb qilib shug'ullangan bo'lsa, uning'i bo'lib. Umumiy bir dolqun qo'zg'ab, uni o'rganishimiz kerak emas, mening qarashim. Men başdan axir mushuna qarashdi. O qanchalik saltanatli bo'lishdan qat'iy nazar bugunimizni qutqizib olmaydi. Ütep ketdim bu ishlar. Endi balalarga tarbiya berish uchun o'tmishdagi qahramonlarimizning hikoyalarini anlatmak lazım. Mesela ben burada okuma 100 meşhur Uygur degan kitapның birinci tomini tayyorladim. İkincisiga yaqin kelgan unumay. Men bu kitapta ilgari hiç dikkat qilmaganmidim ki bilmayman. Favqulodda bir qahramonni bayqadim. Adamning yuragini laxti qilib yutadigan. Endi qahramon bu kadar bo'lishi bir ta'sirlik olsa, onun o'zi erikmaslik, onun en ahir tiniqchi qilgan, Xitoy bilan qilgan janglari haqiqatanmi odamni hayron qoldirgudek. Mana bunday hikoyalarni balalarga anlatmak lazım. Bunun faydası oluşu mümkün. Emmeylerinin tarihçi oluş gerekmez. Kırımdaşlar yukarıda peshqadam yazgıcı ve siyasiyon G'olam Efendi bilen radyomuz muhbirinin ilip bağlan sohbetini anladınlar. Hayır hoş, Allah'a emanet.